arzon narxda 2 sotuvgina yer, zo'r mahalla, vodnik. Aynan shu ko'chadan kirib kelamiz. 50 metrcha ham kirmadik. 2 sotuv yer, fasadlari katta, 10 metrga yaqin, ichkarilari sal kengaygan. Maza qilib yashashga zo'r joy. Ham tupik bo'lgani uchun ham quloqlaringiz tinch, kechasi maza qilib uxlaysiz. Narxlarini ham aytib o'taman, juda ham arzon. Ko'ryapsizlar, 10 metrga yaqin fasadi bor. Shilaka bloklar bilan o'ralgan, 2 sotuv joy, qo'ni-qo'shnilar bor, mana hamma yashab turibdi, faqatgina shu joygina qolgan. Pul sirrochniy ekan, yonayotgan ekan, ekraningizdagi egalarining raqami. Narxlarini har bir sotuvga 10 ming dollar, 20 ming dollardan so'rayaptilar. Uzr, ming bor. Har bir sotuvga 20 mingdan so'rayaptilar, yana kelishtirib beraman dedilar. Telefon qilishsin, kelib ko'rib gaplashsin dedilar, tepasida men o't beraman dedilar. Xo'p, Boshpana TV kanalimga obuna bo'lmasdan ko'rayotgan bo'lsangiz, tez obuna bo'lib oling. Adreslarini ham aytib o'taman. Tez obuna bo'lib oling. Sababi men tez video chiqaryapman. Har kuni bitta ikkita video qo'yyapmiz. Arzon narxlarda juda ham tez savdo bo'lib ketib qolyapti. Quruq olishingiz mumkin. Xo'p, bu uyni chegarasi qatgacha. Mana shu qo'shnini devori tugashi bilan sizni ham chegarangiz tugaydi. Aynan shu joy. Mana bu yerga bemalol 4 ta 5 ta xona qurib, kichkinagina zeloniy zona qilib, maza qilib yashashingiz uchun yetadigan 2 sotuv joyimiz Toshkent shahri Bektemir tumani Majnuntol mahallasida joylashgan. Ekraningizda tegidagi raqamlar aynan shu raqamda. Uy egalarining nomeri, bemalol telefon qilib egalari bilan gaplashib, savdolash, xarid qilsangiz bo'ladi. Siz ham uy joy sotish kerak bo'lsa, Boshpana TV YouTube, Instagram, Telegram kanallarimizda chiroyli qilib obzor qilib, o'zingiz nomeringiz bilan sotib berishimiz mumkin. Bu uchun tepadagi nomerlarga 97 kodi bilan 422 27 75 menga telefon qilsangiz, o'zim javob beraman va operatorimiz bilan borib chiroyli qilib obzor qilib, sotilishiga sababchi bo'lib qolamiz. Demak, keyingi boshpanalarda chiroyli uylarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar. Duo qilib kommentariyada meni ham, o'zinglarni ham menga shu 26-yilda zo'r uylar nasib qilsin deb yozgan har bir insonga ko'nglingidan 10 barobar zo'rini Allohim yetkazsin. Allohu akbar. Sog' bo'linglar.